Assalomu alaykum hammaga. Men bugun sizlarga Zaffa akademiyasining 3 oylik kursi haqida gapirib bermoqchiman. Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar 1-sonli IDOM 7-sinf o'quvchisi men Ziyamudinov Shohrux futbolga juda ham qiziqaman va kelajakda professional futbolchi bo'lmoqchiman. Zaffa akademiyasi 3 oylik kursi haqida ma'lumot. Zaffa akademiyasi zamonaviy IT o'quv markazi. Zaffa akademiyasidan noldan boshlab kompyuterlar bilan oson ishlashni o'rganasizlar. O'rgangan dasturlarim Word, Excel va PowerPoint'dir. Word dasturi haqida ma'lumot. Word dasturi asosan matn, asarlar bilan ishlashga mo'ljallangan. Word dasturidagi birinchi ishlarim ko'rishingiz mumkin. Word dasturidagi ishlarim. Excel dasturidagi haqida ma'lumot. Excel dasturi asosan jadvallar bilan va formulalar bilan ishlashga mo'ljallangan. Excel dasturidagi birinchi ishlarim ko'rishingiz mumkin. Excel dasturidagi ishlarim. PowerPoint haqida. PowerPoint bu asosan video animatsiyalar berish, переходlar berish va prezentatsiyalar tuzishga yordam beradi. Xulosa, Zaffa akademiyasi hozirgi zamonda juda ham ko'p ishlarda kompyuterlar kerak. Shuning uchun Zaffa akademiyasiga o'qishga kirganman. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Bugun men sizlarga Zaffa akademiyasida 3 oylik kurs davomida nimalarni o'rganganlarim haqida qisqacha taqdimot qilib bermoqchiman va bu taqdimotni boshlashdan oldin o'zimni tanishtirib o'taman. Mening ismim Ne'mat Muhammadali va men 2010-yil 6-sentyabr kuni tavallud topganman. Men hozirda Toshkent viloyati Yangiyo'l shahar 46-umumiy o'rta ta'lim maktabida tahsil olaman. Xo'p, mening sevimli mashg'ulotlarim bu kitob o'qish, musiqa tinglash va bo'sh vaqtlarimda kompyuter bilan ishlash va futbol tomosha qilish va futbol o'ynash menga juda ham yoqadi. Va meni eng yoqtirgan sevimli klubim bu Real Madrid hisoblanadi. Real Madrid. Xo'p, bu 3 oylik kurs davomida men 3 ta asosiy programmalarni o'rgandim. Bular Word, Excel va PowerPoint dasturlari bo'lib, shu dasturlarni o'rgandim. Birinchi Word dasturi haqida ma'lumot. Word dasturi jadvallar, har xil tablisalar va rangli, rangsiz va shriftsiz bo'lgan jadvallar bilan ishlashni o'rgandim. Jadvallar bilan ishlash mumkin bo'lgan dastur hisoblanadi. Excel bu jadvallar, formulalar va tablisalar bilan ishlash mumkin bo'lgan dastur hisoblanadi va shu uchun yaratilgan dastur bu. Xo'p, keyingisi PowerPoint. PowerPoint bu har xil bo'lgan rasmlar, slaydlar va slaydlar orasidagi animatsiyalar berish mumkin. Har bir rasmlarga animatsiya va effektlar berish mumkin va birovga bo'lgan gapimizni yoki bo'lmasam prezentatsiyamizni ularga chiroyli va yorqinroq qilib ko'rsatish uchun bizga juda ham qulay keladi va yordam beradigan dastur hisoblanadi. Keyingi varog'imizni ko'rishingiz mumkin. Word dasturida ishlagan narsalarim va ulardan parcha. Keyingisi Excel dasturida ishlagan narsalarim, ishlarim. Keyingisi PowerPoint dasturida ishlagan narsalarim. Xo'p. Keyingisi bizlarda Zaffa akademiyasi haqida qisqacha ma'lumot. Zaffa akademiyasi kompyuter savodxonligi bo'yicha va kompyuter ishlarida o'rgatish bo'yicha juda ham tajribali va bilimli o'qituvchilarga ega va o'qituvchilari samimiy va ular shu yo'nalishlarda dars olib borishadi. Zaffa akademiyasi sifatli ta'lim beradigan o'quv markazi va bu yerda o'qituvchilar juda ham samimiy va mehribon. Bu yerda o'qish menga juda ham yoqadi. Xo'sh, Zaffa akademiyasi 3 oylik kursi menga o'z tajribalarimni oshirishga juda ham katta yordam berdi va bu ko'nikmalardan men kelajakda o'z ishlarimdan foydalanmoqchiman. Hammaga salom. Men bugun Zaffa akademiyada tayyorlagan kursim haqida aytib bermoqchiman. Ikkinchi slayd. Bu o'zim haqimda ma'lumot. Men katta bo'lganimda professional futbolchi bo'lmoqchiman. Uchinchi slayd. Bu o'rgangan programmalarim. Word, Excel va PowerPoint. Birinchisi Worddan boshlaymiz. Word bu Microsoft Word
tekstlarni обработка qilish va dokumentlarni so'zlash qilish uchun yordam beradi. Wordda bajargan ishlarim birinchisi bu xususiy korxona, ikkinchisi esa bank ma'lumoti. Excel haqida ma'lumot. Excel bu elektron tablitsalar bilan ishlashga yordam beradi. Excelda bajargan ishlarim bu maktabdagi baholar va ikkinchisi esa maktabdagi fanlarning baholari. Uchinchisi PowerPoint haqida ma'lumot. PowerPoint prezentatsiyalar qilish va videolarni kesib olish uchun yordam beradi. PowerPointda bajargan ishlarim bu BMW haqida ma'lumot qisqacha. Ikkinchisi esa BMW haqida ma'lumot faqat ko'proq. Xulosa, Zaf Akademiya menga 3 oylik kursi ichida ko'p narsani o'rgatishdi. Xulosa, menga Zaf Akademiyada o'qish juda yoqadi va sizlarga ham tavsiya beraman. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga xayr. Assalomu alaykum barchaga. Men Zaf Akademiyada 3 oy davomida kompyuter kursiga qatnab keldim. 3 oy davomida o'rgangan bilimlarimni kelib chiqib, prezentatsiya tayyorladim. Hozir shuni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Kurs ishida biz Word, Excel, PowerPoint haqida gaplashamiz. O'zim haqimda gapiradigan bo'lsam, men Eshmurodov Jamshid, 2012-yil tug'ilganman. Kelajakda IT ishini ko'rmoqchiman. Maqsadim kelajakda katta IT ishnik bo'lib, o'zimni IT ishnik o'quv markazimni ochib, o'quvchilarni tekinga o'qitish, qiziqishlarim futbol o'ynash, futbol komandalarni kuzatib borish, rasm chizish va boshqalar. O'rgangan programmalarim tarixi. Word dasturi 1983-yil Richard Brody tomonidan yaratilgan bo'lib, Excel dasturi 1988-yil Microsoft Corporation firmasi tomonidan o'ylab topilgan. PowerPoint dasturi ilk versiyasi 1987-yil Apple Macintosh tizimini namoyish etish uchun taqdim etilgan. Word dasturi haqida. Word dasturi matnli jadvallar bilan ishlash uchun yaratilgan bo'lib, u ma'lumotlarni yaratish, ko'rish va tahrir qilish uchun mo'ljallangan. Word dasturida ishlagan ishlarimdan biri bu short dogovori deb nomlanadi. Word dasturida ishlagan ishlarimdan yana biri bu Microsoft Word deb nomlangan ish. Excel dasturi haqida. Excel dasturi elektron jadvallar bilan ishlash uchun, formulalar bilan ishlash uchun yaratilgan bo'lib, Excel dasturida ishlagan ishlarimdan biri bu avtomat formula deb nomlanadi. Bu yerda biz biror bir korxonada ishchilar necha kun o'z vaqtida keldi, necha kun o'z vaqtida kelmadi. O'shalarni formula yordamida aniqlaymiz. Bu Excel dasturida ishlagan ishlarimdan yana biri bu do'kondagi skitka deb nomlanadi. Bu yerda biz masalan do'kondagi birorta tovarga skitka aniqlaymizda, qancha pul yo'qotdik skitkadan keyin, qancha pul foyda qildik, o'shalarni formula yordamida aniqlaganmiz. PowerPoint dasturi haqida gapiradigan bo'lsam, PowerPoint ilk versiyasi oq-qora formatda ishlagan bo'lib, keyinchalik uning rangli formati ham ishlangan, o'ylab topilgan. PowerPoint bajargan ishlarimdan biri bu robot ishlarni almashtiryaptimi degan mavzuda prezentatsiya tayyorlaganman. Bu prezentatsiya menga juda ham yoqqan, chunki mavzusi hozirda ommabop deb o'ylayman. Keyingi yana bir prezentatsiyam bor. Bu kelajak kasblari hozirdan qanday tayyorgarlik ko'rish kerak mavzusida prezentatsiya ishlaganman. Zaffa Akademiya o'quv markazlaridan nurli o'quv markazlaridan biri bo'lib, bu yerda nafaqat kompyuter kursi, buxgalteriya, IT, rus tili, ingliz tili o'quv kurslari mavjud. Xulosa, men Zaffa Akademiyada 3 oy davomida kompyuter kursida o'qib keldim va men bu yerda nafaqat kompyuter kursida bilim oldim va do'stlar orttirdim, pozitiv fikrlovchi ustoz
Men buning uchun Zaf akademiyada kompyuter juda yaxshi bilib oldim deb o'ylayman. Buning uchun blogerga katta rahmat aytaman. Endi tugatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Hammaga bugun biz Zaf akademiyasidagi kompyuter dasturlari kursi haqida kurs ishi tugatdik. Sizlarga shu haqida ma'lumot bermoqchiman. Birinchi faylimizda o'zim haqimda ma'lumot. Men Ahmedova Feruza 1994-yilda tug'ilganman. Qiziqishlarim haqida gapiradigan bo'lsak, buxgalteriya, kompyuter kurslariga rosa qiziqaman. Birinchi o'tgan darsimiz bunda Word dasturini o'tdik. Word dasturi bu matnli dastur hisoblanadi. Unda ovozlarni ham yozish mumkin, rasmlar kiritish mumkin. Biz birinchi Word ishlashdan oldin har doim uni lineykasiga qaraymiz, formatiga qaraymiz. Shularni o'rgandik biz. Keyingisi Word dasturida qilgan ishlarim haqida gapirib bermoqchiman. Bular jadvallar tuzdik. Ikki xil jadval tuzdik biz bunda. Keyingi dasturlar bu Excel haqida gapirib bermoqchiman. Excelda biz jadvallarni tuzish, grafikalar bilan ishlash va diagrammalar haqida o'rgandik. Eng asosiysi bu formulalarni ishlatishni o'rgandik. Excelda ishlagan ishlarim. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu yerda biz jadval tuzganmiz, bularga ranglar kiritishni o'rganganmiz, sonlarni yozishni o'rganganmiz. Keyingisida formula ishlatishni o'rganganmiz. Masalan, maktab sinf o'quvchilari haqida baholar chiqqanda biz yaxshi, a'lo, o'rta baholarga bo'lib chiqishni o'rganganmiz. Bunda ham biz formula ishlatganmiz. Agar qo'lda ishlatadigan bo'lsa, juda ham ko'p vaqtimiz ketadi. Formulada tez va oson hal qilishimiz mumkin. Keyingi dasturimiz bu PowerPoint haqida o'rgandik. PowerPoint bu asosan prezentatsiyalar qilishni, ularga rasmlar kiritish, bular ko'proq ta'limda, biznesda ko'p ishlatiladi. PowerPoint bu odam o'ziga improvizatsiya ishlatish orqali ishlash mumkin. Bu rosa ham qiziqarli dastur hisoblanadi. Bunga xohlaganingizcha rasmlar qo'yishingiz mumkin, grafikalar qo'yishingiz mumkin, 3D formatda ishlashingiz mumkin. Shularni o'rgandik. Bunda PowerPointda birinchi qilgan ishim mana bu elektr toki haqida ma'lumot kirgizganman. Bunga rasmlar qo'yganman, diagrammalar qo'yganman. Bularning hammasini ikkinchi ishlarim bu tozalik haqida, ya'ni ekologiyamiz haqida, buzilishi haqida, uni oldini olish, global muammolar haqida ma'lumot kirgizganman. Bunga men rasmlardan foydalanganman. Rasmlarga men animatsiyalar berganman, переходlar berganman. Zaf akademiyasi haqida gapiradigan bo'lsam, men bu yerga kelib kompyuter haqidagi bilimlarim oshdi, qiziqishlarim yanada kuchaydi. Ustozimiz ham talabchan, ham mehribon, ham qiziqarli darslar orqali bizga tushuntirib berdilar hamma narsani. Yerga kelganimdan xursandman. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum barchaga. Bugun men sizlarga o'z prezentatsiyamni namoyish etmoqchiman. Bu prezentatsiyam kurs ishi deb nomlanadi va bunda men 3 oy davomida nimalarni o'rganganligim haqida aytib o'tmoqchiman. Avvalambor men o'zimni tanishtirsam, ismim Nilufar, familiyam Toshpo'lat va hozirda men 18 yoshdaman va bugungi kunda men QIT, ya'ni sobiq nomi UJ universitetining 1-kurs talabasiman. Uyda 4-farzandman va meni hobbilarim velosiped uchish, kompyuterda ishlar bajarish va videolarni montaj qilish. Har bir insonda yana o'z maqsadlari va orzulari bo'lgan kabi, menda ham maqsad va orzulardan biri malakali buxgalter bo'lish va chet ellarga sayohat qilish. Men yana 3 oy davomida nimalarni o'rganganligim haqida aytmoqchi bo'lsam, avvalambor biz Word dasturini o'rgandik va Excel dasturi, PowerPoint dasturlarini chuqur o'rganib chiqdik. Word haqida ma'lumotlar, Microsoft Word bu matnlar bilan ishlash, hujjatlar va jadvallar tuzishda juda ham kerakli bo'lgan dastur hisoblanadi. Bunda imloviy xatolarga va bezashda, yozishda, tahlil qilishda ishlatiladigan dastur. Word dasturi bajargan ishlarim jadvallarni, keyin jadvallar tuzdik, birma-bir matnlarda ishladik. Excel haqida ma'lumot. Excel bu jadval tuzish, ma'lumotlarni hisoblash va tahlil qilish va diagrammalar tuzish, tushirish. Excel yordamida formulalar yozdik.
Excel dasturida bajargan ishlarim. Bunda avvalambor biz tablitsalarda shug'ullandik. Tablitsalarni yaratishda, keyin firma korxonalarda kerakli bo'lgan yuklarni, tovarlarni hisoblashda, narxlarda hammasini jadvallar bo'yicha ishlab chiqdik, ko'rib chiqdik. Formulalar bilan PowerPoint haqida ma'lumotlar. Ta'lim va ish uchrashuvlarida keng qo'llaniladigan dastur hisoblanadi. Bu asosan PowerPointda rasmlar qo'yishda, slaydlar tayyorlash, prezentatsiyalarni ko'rsatish bilan PowerPoint dasturida bajargan ishlarim namunasi. Biz birinchi bo'lib Mercedes-Benz G-Class afsonaviy gelik. Bu meni birinchi prezentatsiyam bo'ldi PowerPoint dasturida va ikkinchisi Orol dengizi haqida, uchinchisi vaqtni to'g'ri boshqarish muvaffaqiyat kaliti. Bu uchinchi prezentatsiyam va bundan tashqari ko'p prezentatsiyalar qildik. Biz buni nutqimizni to'g'rilash uchun va prezentatsiyalarimizni hammani oldida namoyon etishimiz uchun juda ham qulay va kerakli dastur bo'ldi. Yana Zaffa akademiyasi bu biza tahsil olayotgan o'quv maskani bo'lib, bunda biza ta'lim, tajriba va ko'nikmalarga asoslanib markazda ta'lim oldik. Bu o'quv markazi juda ham qulay va ta'limi juda ham o'ta kerakli. Xulosa, biza ko'nikmalar, tajriba, akademiya o'qish davomida haqiqiy amaliy tajriba oldim. Ko'nikmalardan darslar orqali zamonaviy kasb ko'nikmalarini shakllantirdim. Har bir o'quvchi o'z sohasida, o'z ustida ishlaydi. E'tiboringiz uchun rahmat.